Var muslukka tashlaydigan joy. Lekin shirinroq marojnasi. Musulka tashlaydigan joy basmi bu? Ha, mana musulka tashlaydigan joy ekan, alhamdulillah. Ay, bat nima ekan? Marojnaxona. Qimmat bu nimalari. Siymat qilsam bo'laverarmikan yo so'kisharmikan? Ay, gelateriya. Mana nima Mittivoyda ro'parasi, do'stlik do'stlik ana hamyoni ro'parasi. Ay, faqat olsam bo'laveradimi nimalarni? YouTube kanalimga. Mo'larni olaverasiz, sizlarni olmayman. Ha. Chiroyli joy ekan. Voy, birinchi kirishim vaqtida taklif bo'laylik. Bular anaqa haqiqiy marojna, italyanskilar. Ha, hozir olibman-da, yeb oldim. 10 mingligidan. Mana tarafdan bor. Ha, bu endi qanaqa narxlari? 100 grammi? 50 grammi? Ha, 50 gram. 18 mingdan. Hammasi. Hammasi. Ha, 18 mingdan 50 gram. Mana o'zlari qilishadi. Anu dubayskiy. Dubayskiy. 130 Bu shokolad o'zimi yo marojnami? Ichida 4 xil nachinkasi bor, shokoladnisi bor, keyin biskvit, там мороженое, hammasi soslar bo'lib ketadi. Это пирожное как. Ha, пирожное. Внутри мороженое. Ha, мороженое. Ha, bular ham nima 18. Hammasi 18. Ha, 50 gram 18. 50 gramlik bitta nima? Sharik. Ha, sharik. Voy, zo'r ekan. Nima ekan nomi? Giottomi. Giollomi. Magazin nomi nima? Magazin nomi Giotto. Ha, Giotto, italyanskiy, ha? Da. Mazza, mana olib qo'yavering. Oh my god. Zo'r narsalar. Mana baqay turistlar keladi-da. Boyvachchalar keladi. Zo'r joy ekan. Fruz masjidda bak. Nurxon. Ha, Nurxon yoni mana ikkinchi etaj ham bo'ladimi? Ne. Ha, mana o'tiradigan joylari, mana bemalol kelaverasizlar. Zo'r nima ekan. Nechidan nechigacha? Ertalab 12gacha. Kech payt 12gacha. Har kuni, ha? Xo'p, rahmat.